Sizlar bilan Aerobiliniyamiz. Bugungi videomizda bizga I've kattakon got you, pal. qasr, qala, kattakon shahar, askarlarimiz bo'ladi. Biz bu yo'lda, ya'ni nimada rejalarni tank, ya'ni rejalar sigiriga qarshi o'zimiz askarlar urushtirib turamiz. Bizda ikki xil turdagi askarlar bor. We can push this. Bu tushunmayapman bu olamda. Biz ikki xil turdagi askar bor. Requesting fire mission. Askar va askar. Bizda eng kerakli askarlarimiz qurolli askarlar va bizda qishloq askarlar yordamchilari ham bor. O'zlari emas. Hamda bizni qasrimiz shuncha bo'ldi. Shuncha bilan bizni qasrimiz bu bizni shahrimiz o'zi. Hechkim yaratganimiz yo'qlari. Nah. Quiet. I've got you, pal. It was an honor. Who wants to have a go? I'll cover you. Fire on this location. We almost won. We almost won. There can only be one winner. Fire on this location. Qasrdan chiqish ekan bu. Yana ajashib ketdim. Yo'q, darvozasi. Qasr darvozasi aytmoqchi bu. Nima qilyapti? Obunachilar telefonni qatyapti. Chunki bu shuncha narsani qurish o'zi bo'lmasdi. Mayli. Biz hozir bitta qasr nimalarni ko'rib o'tiramiz. To'g'ridan-to'g'ri tegirmonga ketamiz. Biz ovqat g'amlab kelib, qonni almas topishimiz kerak edi. Almasni ham topamiz. Jangchilar bilan almas g'amlab kelib, urushga otlanamiz. Ya'ni rejalar qal'asini topib, rejalarga qarshi urushamiz. Urushmaslik mumkin. Agar chiqmasa realistik real Minecraft ko'rsayapti ko'zimga. Judayam ko'rsayapti. Qarang, obunachilar suv tagiga tushsam, bemalol yo'q, suv tepasiga tushsam. Hamma qattiq. Suv solamni qarang. Bo'lamizda. Shuning uchun sizlarga tavsiya beraman. Yana agar kim shu modni shu nimani yuklamoqchi bo'lsa, yana kanalimizga yangi bo'lsalaring, tezroq obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Nima desalaring, nega desalaring, bizning kanalda boshqa kanallarga qaraganda obunachi bo'lyapti. Boshqa kanalim ham bor. Aerobiliniyamiz. Unga anchadan beri video qo'yganim yo'qman. Sababi undagi nima? Men ma'lum bir sabablarga ko'ra video qo'ymay qo'ydim hozir unga. Chunki uni nimasi xotirasi to'lib ketdi.
hamma ko'pchilik yoqmayapti, shunchaki shuncha samonda hammasini ketib bermayman. Ko'p yurishadi. Esimdan chiqdi. Obunachilar hozir bitta narsani o'zgartirib ol. Shunchalik ekan. Survalga o'zgartirib olsam bo'ldi endi sinani. Kreativni olishim kerakmi shuni ham? Xo'sh. Bizga tushunmasin mediaga. Shunday ekan reyderlarga qal'a quramiz hozir obunachilar. Reyderlar bilan urushtirgani. Oynak. Bu keyin biz nima yashirin xona ham qurishimiz kerak o'zimizga. Agar reyderlar bo'shab ketib qolsa, qochgani mana bu kerak bular yashirin xonaga. Keyin mana bu parkur ham yasaymiz biz. Keyin bu keyin sizlarga mana qudratini ko'rsatmoqchi edim. Qarab turinglar. Tegirmon. Agar rejimlar chiqib ketsa, tegirmonni rasvo qiladi. Tegirmondan sal zo'roq quramiz bu qal'ani. Nimaga endi shuncha esa xo'sh, oynakdan qursak ham bo'laveradi bu qal'ani. Shunaqaga keyin lavali parkur qilib qo'yaman. Keyin parkur mahoratimni ham bir sinab ko'raman-da. Obunachilar yana kanalimda yangi bo'lsalaring, Herobrine o'z kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki unda ham obunachilarimiz atik 20 dona bo'pti. Kecha ko'rsam. Bu ham yangi kanali. Agar yangi obunachi bo'lsalaring deyapman-da. Video ko'p video olganman, unda ham shu hamma mana shunaqa bir-biriga qarshi urushtirish va parkur nimalarga obunachilar ham, layklar ham ko'p kelyapti-da. Men o'zi asli eng yaxshi ko'rganim ham nima? Bardan Ender Dragon'da modlarni ochib turib, ularni bir-biriga qarshi qo'yib, bir-biri bilan nima qilib, turli xil modlardan foydalanib qilingan nimalarni yaxshi ko'raman o'zim. Lekin boshqalarga nimasi masalan sizlar kimgadir Vardan bilan bo'lgan jang yoqsa, kimgadir Ender Dragon'ni o'ltirish yo Endga borib Endermenlar bilan kurashishim yoqadi. O'shasi bilan farq qiladi-da nima. Bundan tashqari unda ham turli xil videolarim bor, lekin Herobrine bilan qilgan video kanalim nomi Herobrine. Lekin Herobrine bilan qilgan birorta videoyim yo'q. Boshqa Herobrine degan so'zni ko'rasizlar. Kanalimga yangi bo'lsalaring ham boshqa shuning uchun bir narsaga qaror qildim. Agar mana shu videoyimga 100 tadan oshiq like bilan kamida 50 ta obunachi kelsa, men Herobrine bilan video olaman. Herobrine'ga qarshi urushaman. Ya'ni Herobrine olamda stiflar, keyin nimalar, turli xil moblarga qarshi
mana shu modni ham qo'llab ko'raman. So'z to'liq nimalar. Mashina ham turibdi. Xo'sh, monetlar ko'taramiz yana birorta ko'proq qilik. 4 qavatcha yetadi. Rejlar tankasi ketmasa bo'ldi qochib. Boshqasi nima emas. Bitta tankaga qarshi nima qo'yib ko'ramiz. Bitta avtomatli askarimiz. Agar mana shu yo'qsa, yana shuna videolarimda chiqarishimda yo mana shu qal'ani modini ham chiqarmoqchiman men. Chunki buni qal'ani asli nima maketini yasaganman, nima? Buni moddan ko'rib yasaganman. Asli to'g'risini aytsam, tegirmoni mod obunachilar, mana shu modda Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Herobini Gold deb yozsalaring chiqib keladi meni kanalim. O'sha kanalda yana ko'proq modlar tashlayman. Yaqinda Herobin ya qirollar modi, yana shunga o'xshash turli modlar tashlab qo'yishga harakat qilaman. Bo'ldi. O'shaning uchun agar mod yuklab menga o'xshab video chiqarganlaring kelsa, Telegram kanalimdan mod yuklab olsalaring bo'ladi. Mana bunga qarshi kuchliroq askar qo'ydik. Chunki bu kuchli modlardan bittasi. Senga qarshi. Go! Charge! Gel. Xullas men o'ldirdim. Ana endi buni o'rniga raider qo'yamiz. Ya'ni 3 ta singarga qarshi chiqalamki, agar chiqolsa bu yo'q. Buni barniga qarshi o'shtirishimiz kerak. Bundan 3 ta. There can only be one winner. Don't give up. Bitta bor. Vardan duxiga o'tirayotganda bular qazib qo'ydi va Vardan qoldi va Vardan yemdi. Vardan nimaga sen chitga qo'yganmisan? Vardan ana endi sen aniq sen ajaling menman. Vardan seni yo'q qilishim uchun yaratdim va o'zim yo'q qilaman. Seni yo'q qilishim uchun yaratib va o'zim yo'q qilaman.
it. Qaqiga bo'lib ketdi bu. Jonidan qolgani uchun qochib ketdi nomard. Mayli, endi bular jang qilamiz ekan bu bilan. Demak, bularga qarshi qo'yamiz. Ulardan kuchsizroq Mokus kerak. Qarshi xo'sh. Creeper bo'lmaydi, hamma yoqqa tashlaydi. Shadowga qarshi qo'ysak, sizlarga qarshi Shadow bo'ladi. O'sha işte. Anisi üylese ha. Ülmedim. Hayır, sen kuchli ekansan. Senga qoyil qolish kerak. Просто Senga qilib beraman, yarim soatdan beri yuribman. Ol qilishdi. Oldidan. Amisyalar. Bo'lishingdan tashma. Ablah. Misyalar. Uydan turishim kerak. Bıçaklar. Hayır. Şunu kara. Hayır. Cidden sefersem uçkunçuma kaldı. Men parkur qilaman diyordum ha o'rnatida. Mayli parkurimni ham bir sinab ko'ramiz. Chala parkur bo'lsami? Chala parkur emasmi? Obunachilar bilasizlar, ko'pchilik youtuberlar vaqt drop qiladi, to'g'rimi? Men shuni o'zgartirilgan versiyasini qilaman, ya'ni lava drop qilaman. Chala parkurimni qilib ko'raylik. Buni olamiz, keyin o'rgimchak to'g'ri. Qani o'rgimchak to'g'ri. Bitta qo'yamiz. Keyin bitta siliz olamiz. Siliz. Oh. Hozir
bundan oldin bo'lsa biz turli nimalar yasashimiz kerak. YouTube'da ko'rgan parkurimni qilib ko'raymi debman obunachilar. Menga po'xay короче. Bekka nima qo'yish kerakda bersakmi? Qani bersak. Mana bersak. Keyin nimalar kerak menga? Almas kerak. Almas. Keyin temir. Makeup bitta nima olamiz? Lavani nima qiladigan dorisini 8 minutlikka. Keyin qolgan narsalarimizni tashlaveramiz. Baqir ham kerak emas. Olmas kerak edi. Suv yerga o'tamiz. Survel. Ana endi men qani men tez chiqdim. Tez tushdim ben. Bunlarni qo'yib tagimizga mana yo'q. Bu sal qattiqroq. Yaxshisi men o'qiyaman. Men qo'shim Geliyor yapılan kesin değil gibi. Neyse o kadar değil. Internet qarab tur. Hali seni qarindoshlaring shunday qilmaydi. Sen qarindoshing. Fire on this location. Sen qarindoshing meni o'ldirdi. Sen o'zingni oyoqqa. Well done. Qarindoshing o'ldirdi. Sen qarindoshing. Сильно. Requesting fire mission. We almost won. Huh.
Men qarindashim. Return the device. Uzr, aka, sizga muvaffaqiyat. Sen yoksan, sen qarindashimni bilaman. There can only be one winner. Qarindoshingiz javob beradi. Bunday bilanchilar video